Assalomu alaykum barchaga. Bugungi Hashim School o'quv markazida Vedol Lego Education bo'yicha o'qib turgan o'quvchilarimiz uchun ajoyib master klass o'tilyapti. Xo'p, bu master klass aynan nima uchun desa, bu master klass aynan Vedol Education'da dasturiy muhitini yanayam tushunarli va bolalarda o'z bilimlarini oshirish maqsadida bu master klass o'tilyapti. Hozir buni birgalikda qanday kechayotganini ko'ramiz. Mana uni 2 qilaylik, bo'lmasam. Buni 2 qilsak, demak bizda hozir nima bo'ladi? Bizda qarang, mana 5imiz 2 ga ko'payib ketyapti. 5 ni 2 ga qo'shib sanab ketyapti, sanoq tartibida ketmayapti-da. Birato'la avtomatik ravishda 5 ni 2 ga qo'shib hisoblab ketyapti. Endi yana to'xtatib, hop, mana uni 50 qilaylik. Ha? 2 ni o'rniga necha mana 10 qo'yaylikchi. Mana bunda уже 50 dan 50 ga 10 ni qo'shib sanoq sanab ketyapti. Mana 50, 51 bo'lmayapti-da, 50, 60, 70 bo'lib ketyapti. Birato'la